Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun biz sizga Case 4088 kombaynimizni obzorini taqdim qilmoqchimiz. Bu kombaynimiz 2025-yilgi model. Asosiy farqlarini biz sizga hozir birin-ketin tushuntirib beramiz. Xo'p, bu yilgi kombaynlarimizda asosiy farqi nimada iborat? Asosiy farqi asosan bizda kabinada ozgina o'zgarish bo'lgan. Keyin bitir qismi, ya'ni o'sha somonni chiqarib tashlash tizimida ozginagina o'zgarish bo'lgan, lekin asosiy qismi o'sha ishonchli detallari o'sha qolgan. Xo'p, bir boshdan bu aytib o'tadigan bo'lsak, endi balkim kanalimiz kuzatuvchilarining orasida yangi kuzatuvchilar paydo bo'lgani uchun men bu qismlarini birin-ketin tushuntirib borsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, kombaynimizni bu qismi demak priyomniy kamera deymiz, endi qabul qilish bosh qismi. Xullas, bu yerda bilasizlar, mana bu yerda jatka o'rnatiladi. Jatkamiz bu yilgi modelimizda oldingilarda ham 17 futlik, ya'ni 502 ishchi shirina, ya'ni eni 502 metr bo'lgan jatka o'rnatiladi. Bu priyomniy kameramizni o'ziga xos xususiyati, demak, bu qo'zg'almas. Bilasizlar, qo'zg'aluvchani ham bo'ladi. Bizda endi kichkina jatka bo'lgani uchun bu qo'zg'almas qilib zakaz qilganmiz. Mana bu yerda agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, qo'shimcha vom vali, ya'ni quvvat olish vali. Aytaylik, makka jatkasini o'rnatadigan bo'lsangiz, makka jatkasini kardanini shu yerga ulash imkonini beradi. Naryoqda asosiy g'allani, demak, vom valini ulanadigan valimiz joylashgan bo'ladi mana bu yerda. Xo'p, bizda priyomniy kameramizni qabul bo'limini barabani bor, seplar turadigani, ya'ni sep yordamida massani ichkarida olib ketadi, bilasizlar. Buni regulirovkalari bor. O'sha sepni tarangligini tortish uchun mana bu planka orqali, demak, siz tekshirasiz. Keyin bug'doy yoki makka holatiga qo'yish uchun mana bu yerda bizda maxsus holati bor, pozitsiyalari. Mana shunga qarab, agar makka bo'ladigan bo'lsa, tepa holatga o'tkazasiz. Bug'doy holati bo'lsa, pastki holatga qo'yib qo'yasiz. Hozir bug'doy holatiga o'tkazasiz. Bu holatini informatsiya beradigan potentsiometrimiz, ya'ni potentsiometr положение. Shtikerlarimiz mana bu yerda joylashgan. Shtikerimiz, ya'ni o'sha jatkamizga kerakli bo'lgan elektr quvvatini uzatuvchi simlarimiz yoki bo'lmasa informatsiya oluvchi qismlarimizni, demak, ulaydigan mana shu shtikerimiz shu bo'ladi. Mana bu yerda gidroakkumulyator, bu jatka uchun maxsus, ya'ni o'sha transport holatida jatkamizni gidroudarni oldini olish uchun mana shu klavishi положение, ya'ni suzuvchi holatga qo'yib qo'ygan holatda yuriladi. O'shanda notekisliklarda jatkamiz ko'tarilib tushganda yoki qattiq ko'tarilib tushganda gidroudarni oldini oladi. Ya'ni bu yumshatib amortizator vazifasini bajaradi. Bu qismida agar ko'rgan bo'lsangiz, mana yerda garlavina turibdi. Bu garlavina shuppi garlavinasi, ya'ni o'sha priyomniy kamerani reduktorini, moyini tekshirish yoki moyini dalifga qilish garlavinasi. Shu yerdan siz ham moyini tekshirasiz, ham moy dalifga solish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xo'p, bu qismda demak bizda seplari bor, ventilyator remellari bor. Endi ularga juda ham ko'p to'xtala olmaymiz, chunki vaqtimiz, bilasizlar, chegaralangan. Mana birimiz elevator, bu adashmasam tozadon elevator edi. Tozadon elevatori. Mana bunisi demak chori elevatori, ya'ni o'sha chala yanchilgan bug'doy boshoqlarini yana qaytadan rotorni bosh qismiga jo'natadigan elevatorimiz. Xo'p, bu kombaynimizni yana bir o'ziga xos xususiyati, bu yilgi kombaynlarning hammasi, bu yilgi 25-yilgilarning hammasi sholi variantda kelyapti. Sholi variantda deganimiz, ya'ni o'sha bizda bilasiz, sholi variant kombaynimiz loyda ham ishlashga mo'ljallangan bo'ladi. Shuning uchun buni orqa mosti vedushi, ya'ni tortuvchi bo'ladi. Orqa most ham, ya'ni bu yerda gidravlik harakat yordamida, gidromotor yordamida orqa g'ildiraklarimiz, orqa rul g'ildiraklari ham harakatlantiradi kombaynimiz orqa tomondan. Asosiy tortuvchi oldi ballonlar hisoblanadi, yordamchi orqa hisoblanadi.
Xo'p. Yana kombaynimizning asosiy farqlaridan bittasi bizda yanchish tizimida demak qayta ishlangan massani rotordan keyin bizda ikki xil demak agregat qo'yish imkoniyati bor. Bitter yoki somon maydalagich. Bitterimiz demak bizda o'sha rotordan chiqqan massani, qayta ishlangan massani to'g'ridan to'g'ri somonni deylik, to'g'ridan to'g'ri demak tashqariga chiqarib berish vazifasini bajaradi. Somon maydalagichimiz esa o'sha rotordan chiqqan massani maydalab turib, keyin tashqariga chiqarib berishi demak amalga oshiradi. Bizda demak hozir bu kombaynimizda bitter qo'yilgan. Sanjar ko'rsataylik shuni. Mana ko'rsangiz, mana tepada bitter turibdi. Mana shu bitter bizda rotordan chiqqan massani to'g'ridan to'g'ri kombaynni mana shu orqa qismiga o'tkazib yuboradi. Mana bu demak bizda bu qismi elakdek, tepa elak qismi va buni pastida demak pastki elak ham joylashgan bo'ladi. Endi u pastki elak sal ko'rinmaydi, mana bu tagida joylashgan. Bilasizlar, qayta ishlangan massa yuqoriga elakka tushadi, yuqoriga elakdan keyin pastki elakka tushadi. Buni o'ziga yarasha regulirovkalari bor. Xo'p, yana biz kombaynimizni pritsep taqish uchun moslaganmiz. Parkov qismi bor. Agar pritsep iladigan bo'lsangiz, mana shu yerga parkovga bemalol pritsepni ulab turib, jatkani qo'yib olib yursangiz bo'ladi kerak paytda. Mana bu yerda bizda separ filtrimiz joylashgan. Bilasizlar, bizda yoqilg'i moylash materiallari, ayniqsa shu yoqilg'imiz, dizelimiz ko'pincha sifati yaxshi deb ayta olmaymiz. Har xil qo'shimcha musorlar aralashgan bo'ladi. O'shani dag'al musorlarni ushlab qolish uchun mana shu yerda separ filtrimizdan foydalanamiz. Bu elektrodvigateli o'sha solyarkani подкачивающий nasos deymiz endi. Xo'p. Mana bu qismimizda akkumulyator joylashgan. Ikkita akkumulyator turadi bu yerda. Bu bizning maslahat ключателimiz. Bu kombaynimiz bilasizlar, lokalizatsiyaga tushgan. Shuning uchun bunda ikkita Jizzax akkumulyatori o'rnatilgan. Agar ochib qarasangiz, bu yerda o'zimizning O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Jizzax akkumulyatorlar bor. Bularni o'ziga yarasha, demak, zavod tomonidan, Jizzax akkumulyator zavod tomonidan alohida garantiya berib o'tilgan bo'lgan. Xo'p. Kombaynimizning oldingi qismida mana gidravlik klapanlar bo'limi bor, buni bilasizlar. Shu gidravlik klapan bo'limi yordamida o'sha gidrosistemamizni boshqariladi. Kombaynimiz mana bu qismi nima funksiyani bajaradi deb ko'pchilik mendan so'raydi. Xo'p, bu bizda bilasiz, dvigatelimizni sovutish sistemasida katta radiatorimiz bor. U faqatgina antifriz radiator emas, u yerda havo radiatori bor, konditsioner radiatorlari bor. Bilasizlar, kombaynimiz og'ir sharoitda, chang sharoitda ishlaganligi uchun dag'al haligi musorlari deymiz, somonni qipiqlari deymiz, o'shalarni demak oldindan ushlab qolish uchun o'sha yirik qismli musorlarni deymiz, ushlab qolish uchun mana shu setka, aylanuvchi setka, ya'ni bu ishlash jarayon davomida setka aylanib turib o'zini o'zi tozalash degan. Ya'ni o'sha agar qaragan bo'lsangiz, o'sha tepa qismida toza havoni, filtrlangan havoni radiator ichiga ventilyator tortib kirib ketadi va shu setkaga yopishgan musorlar mana bu qismida, mana shu qismida bir qism havoni orqaga qaytarish yordamida pastga purkab, demak mana shu qismida, mana shu bo'limida yopishgan o'sha setkaga yopishgan musorlarni pastga purkab tushirib yuborish vazifasini bajaradi. Xullas, hozir biz sizga dvigatel qismi va bunker qismi haqida ozgina tushuntirish beramiz. Asosiy burun qismi kombaynimizda dvigatelning buruni, ya'ni havo so'radigan qismi mana shu joyda joylashgan. Bu demak bizda sentrifuga deymiz, oddiy qilib aytganda, ya'ni buni ichida demak havo markazdan qochma kuch yordamida tozalanadi va bundan keyin demak asosiy katta filtrga o'tadi va undan ichidan filtrlanib kichkina
ikkinchi demak filtrga o'tib havomiz juda ham toza bo'lib, keyin dvigatelning ichiga kirib ketadi. Vaqti bilan buni bu kombaynimizni bu воздушный filtrlar, havo filtrlarini tozalab turish talab qilinadi. Operatorlar buni juda yaxshi bilishadi. Chang sharoitida tezroq yoki bo'lmasa, demak 2-3 kunda bir tozalab turish kerak bo'ladi. Demak, mana bu qismimizda antifrizni uroveni, ya'ni расширительный bachok deydi. Xalq tilida buni ko'pincha mana shu yerda bizda indikatori bor. Mana indikatorimiz bu. Mana shu yerdan biz antifriz bor yo'qligini tashqi ko'rinishidan baholashimiz mumkin, ya'ni ko'rishimiz mumkin. Mana agar jitkis, ya'ni mana shu suyuqlik ko'rinayotgan bo'lsa, demak antifriz normada. Demak, mana bu kirishkamiz yordamida, demak, bilasizlar, bu bosim ostida turish kerak. Mana shu kirishka yordamida, demak, ochib turib, ichiga antifrizni urovenini ko'proq solib yoki kamroq qilib quyib turishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Demak, glishitelimiz demak o'chiq holatda yopiq bo'ladi. Bilasiz, motor ishlaganda tarzda bosim ostida, tutunlarni bosim ostida tepaga ko'tariladi. Xo'p. Dvigatel qismimiz. Mana dvigatel qismi. Dvigatel qismimizda mana dvigatel bu yoqda turadi. Moy quyish garlavinasi, shuplari pastda bo'ladi. Xullas, shu bilan birga demak bizda bu otsekda rotorni reduktorlari, rotor remenlari, separator remenlari deymiz, shkivlari shu yerda joylashgan bo'ladi. Dvigatel mana 10 qismda joylashgan, ko'rgan bo'lsangiz, mana 10 qismda turibdi. Xo'p, bunker qismi. Bu kombaynimizning bunkeri ochiq holatda, obyomi 6000 litrni tashkil qiladi. 6000 litr. Mana demak, toza don elevatoridan don, g'alla mana shu bunkerimizga tushib keladi. Mana bu kichkina spirallar yordamida g'alla kombaynni, bunkerni hamma tomoniga teng taqsimlanishi ta'minlanadi. Bunkerimizni to'lganligini ko'rsatuvchi datchigimiz bor tepasida. Naryoqda o'rnatilgan shu bunkerimizni kechki paytda yorug'lik berish uchun, yorug'lik orqali demak ko'rib turish uchun. Keyin ahamiyat bergan bo'lsangiz, bunda bunkerimizda ikkita kichkina oynachalar qo'yilgan. O'sha kabinadan bemalol vizualni, ya'ni ko'z bilan tekshirib turish uchun. Donni tushmayapti yoki bo'lmasam toza emaslik baholash uchun, demak, to'g'ridan-to'g'ri kabinadan operator ko'rib turish uchun ikkita ko'z oyna qo'yilgan, darcha qo'yilgan. Don to'kish turbamiz mana bu yerda joylashgan. Buning ichida bilasizlar, shinek joylashgan. U shinek yordamida demak g'allamiz harakatga keltiriladi, ya'ni bunkerdan to'kish amalga oshiriladi. Adashmasam 1 sekundda 70 litr donni to'kish imkoniyatiga ega. Uzunligi 4,5 metr. Adashmasam 4,5 metr edi. Bilasizlar, vaqti bilan buni smaska, ya'ni moylab turish kerak bo'ladi. Moylash nuqtalari mana bu yerda ko'rsatilgan, joylashtirilgan. Mana shu moylash nuqtalarini vaqti bilan soatida 3 soatda, 10 soatda moylaydigan joylari bor. Shuni moylab turish kerak bo'ladi. Yoqilg'i bakimiz mana bu yerda joylashgan. Mana bu krishkasi. Shu yerdan demak yoqilg'i zapravka qilinadi. Kabina haqida ozgina tushuncha bersak, kabinamizda asosiy o'zgarish qayerda bo'lgan? Asosiy o'zgarish bizda oldinlari biladinglar, instrumentalniy panelimiz mana bu yerda joylashgandi. Monitorimiz hozirgi kunda o'sha monitorimiz o'rnida mana bu kichkina displey o'rnini bosyapti. Ya'ni bu yerda siz
barcha kerakli bo'lgan informatsiyalarni ko'rishingiz va rostlashingiz mumkin bo'ladi. Endi hozir oddiy qilib touch screen deyishadi. Demak, touch screen ekran o'rnatilgan. IFS Pro 700 monitor deyiladi. Xo'p. Men bu demak boshqarish richagimiz haqida ozgina informatsiya bersam, bu boshqarish richagimizda ham o'zgarish bor. Ozgina o'zgarish bo'lgan. Asosiy o'zgarish bizda qayerda? Mana bu knopkalar oldinlarda ham bor edi. Endi bu yerga qo'shilgan asosan mana bu knopkamiz. Narigi versiyalarda bizda qo'l yordamida, qo'l richagi yordamida don to'kish включенияsi qo'shishi amalga oshiriladi. Hozir o'sha don to'kish mana bu knopka yordamida amalga oshiriladi. Ya'ni razgruchniy shnegni, don to'kish shnegini demak tashqariga chiqarib turib, keyin mana shu knopkani bossak, don to'kish boshlanadi. Demak, jatkani ko'tarib tushirish demak joystiklari bular motovilani ko'tarib tushirish, yonga, oldiga, orqaga harakatlantirish knopkalari. Bu avtopilotirowaniya bizning kombaynimizda o'rnatilmagan. Bu opsiya funksiyasi hisoblanadi. Va bu yerda bizda yana bitta jatkani avto boshqarish, jatkani balandligini avto boshqarish knopkasi bor. Bu ba'zi kombaynlarda bor, ba'zi kombaynlarda yo'q. Lekin bizni demak kombaynimizda bu opsiyaga kiritilmagani uchun bizda bu ishlamaydi. Demak, kombaynni oldiga, orqaga harakatlantirish uchun mana shu richagimizni oldiga yoki bo'lmasam orqaga qilganimizda demak gidrostatik yuritmalarimiz demak shuni holatiga qarab turib oldiga yo orqaga transmissiyani harakatlantirishni boshlaydi. Boya aytdim, touch screen dedim, mana ekranimiz yoqildi. Yoqilg'i kam deyapti, yoqilg'i qo'ying deyapti. Xo'p, mana shu yerda barcha kod ошибкалар yoki bo'lmasam bizda elakdagi bateriyalar yoki o'shalarni ko'rsatish yoki regulirovka qilish amalga oshirish imkoniyati bor. Xo'p, demak o'ziga yarasha demak bu yerda оборот minutlarni ko'rsatib turadi, rotor оборотini, ventilyator оборотini, motosoat, расход, yoqilg'i расходini, kilometr tezlik, ruchnoy tortilgan, tortilmagan o'shalarni ko'rsatib turadi. Endi bu yerda Advanced Farm System deymiz, ya'ni o'sha ilg'or fermer tizimi ekrani deyiladi bu. Bu ekranimiz, bu monitorimiz yordamida biz kombayndagi yuz berayotgan barcha jarayonlarni tekshirish, qo'shimchasiga necha gektar demak necha gektar yer qayta ishlandi, ya'ni o'rildi, o'sha narsalarni ko'rish imkoniyatiga egamiz. Yoki bo'lmasam bunda demak даже bizda shu agar tizim o'rnatilgan bo'lsa, avtopilot tizimi o'rnatilgan bo'lsa, shu maydonlarni kartalarini ham ko'rish imkoni bor. Har bitta operator o'ziga demak ekranlarni moslashtirish imkoniyati ham bor. Ko'ryapsizlar, dvigatel moylari, moy bosimlari, motosoatlari, rotor soatlari, akkumulyatorni demak kuchlanishlari hammasini ko'rsatib turadi ekran. Hozir bizda GPS signal hozir yo'q, GPS o'rnatilmagan bunga. Diagnostika qilish imkoni bor. Instrumentalniy panel deymiz, рабочий ekrani yoki производительность, kalibrovka yoki bo'lmasam kod ошибкалар yoki qanaqadir informatsiya kerak bo'lsa, informatsiyalarga kirib turib, demak biz o'sha kerakli ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Nazarda bosamiz. Xullas, asosiy o'zgarishi mana shu ekran yangi modelimizda va don to'kish tizimini biz mexanikadan elektrogidravlikaga o'tkazganimiz bo'ladi. Xo'p, mana bu bizda приемный kamerani qo'shish knopkasi, rotor qo'shish knopkasi. Demak, rotor osti masofasini ko'paytirib kamaytirish knopkasi, ruchnoy tormoz knopkasi. Bu zadniy mostimizni qo'shadigan, ya'ni o'sha
loyli joylarda, demak, zadniy mostni yetaklovchi deb qo'shmoqchi bo'lsangiz, yetaklovchi qilmoqchi bo'lsangiz, buni ham qo'shib qo'yasiz, shunda yetaklovchi bo'ladigan. Yoki bo'lmasa, mana bu knopkamiz, demak, dvigatelimiz оборотini ko'proq, kamroq regulirovka qilish imkoniyatini beradigan, demak, richakchamiz. Buni demak, bilasizlar, hammanglar bu 3 ta tezlikka ega, tezliklar uzatmasiga ega korobkamiz. Shuni biz demak 1, 2 yoki 3-tezlikka qo'yib, kombaynimizni demak harakatlantirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xo'p, tepada dvorniklarniki demak avariyka signalniki рабочий faralarniki o'rnatilgan. Bu bizda konditsioner, то есть ventilyator обороты, konditsionerniki bu. Xohlasangiz pechka holatiga o'tkazasiz, xohlasangiz ventilyator holatiga konditsioner qo'shish uchun mana knopkani bosamiz va o'chiramiz. Kombaynimiz juda konstruksiyaga ega. Bu yerda bizda demak pavorotniklarni pavorot ko'rsatadi, o'ngga, chapga yoki bo'lsam dalniy ближний qilganda demak bu sizga dalchi ko'rsatadi. Rulyoy kolonkani o'zimizga yaqinlashtirib va yana mana regulirovka qilish imkoniyatiga egamiz. Xo'p. Bizda bilasiz, sepleniya yo'q, sepleniya pedali yo'q. Sepleniya pedali demak vazifasini mana bu richagimizni o'zini neytralga qo'yganimizda o'sha neytral holatida o'sha sepleniya vazifasini bajaradi. Tormozlarimiz demak o'ng chap tormoz pedallari bor. Bilasizlar, dala sharoitida bir xilda demak joyida burilish uchun o'ng yoki chap pedalni alohida qilib ishlatish imkoniyati bor. Transport holatida katta ko'chaga chiqqanda transportirovkada kombayn ikkalovini ham pedalni qo'shib olish talab qilinadi. Sideniyamiz demak oddiy mexanik sideniya. O'zingizni og'irligingizga qarab prujinasini bikrligini demak regulirovka qilib olasiz. Regulirovkasi juda oddiy. Bu yerda bizda kichkinagina demak saqlash joyi bor. Endi bu yerda предохранитель turibdi. Rotor ventilyator оборотini ko'paytirib kamaytiradigan demak bizda maxsus demak instrumentimiz ham joylashgan. Qisqacha obzorimiz shundan iborat. Savol, taklif, qanaqadir demak yana qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Marhamat. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.